Bu videoda qanday qilib atigi 7 kun ichida haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritish haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Pravani olish hozirgi kunda qiyin bo'lib ketdi, sababi imtihon markazidagi testlar qiyinlashib, kundan kunga yangi savollar qo'shilib bormoqda. Har bir imtihonda har xil savollar tushadi, lekin bu imtihondan tez va oson o'tishni yo'li Şan bir mikrofon taxib olasiz aka. Aka oldingizga kelyapmiz. 7 kun ichida o'zingiz prava olib beryapsiz ekan odamlarga. Shuni bir obunachilarimga tushuntirib bering. Prava olib bermayapmiz, lekin 7 kunda o'qitib, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rsatib qo'yapmiz. Ha, o'zi siz bermayapsiz prava. Yo'q, prava berganimiz yo'q, prosta. Ko'pchilik tushunmayapti, prava beryapti, ilhomjon tez ashaga boraman deyapti-da. Yo'q, biz imtihonlarga o'sha imtihonda tushadigan savollar bo'yicha birga bir atmosfera, birga bir imtihon savollariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa natijalarimiz o'ta go'zal, zo'r. 7 kunlik yangi sistemaga o'tdik. 7 kunlik degani, agar siz o'zi o'quv dasturimiz 14 kundan iborat. Siz o'zingiz bilimingizga ishonsangiz, 7 kunda tayyorgarlik ko'rsangiz, 50% chegirma ham qo'yib qo'ydik. Ya'ni misol uyda o'zi tayyorgarlik ko'rgan, ozroq bilimiga ishonmayotganlar uchun bu sistemani qo'ydik. Natijalar zo'r. Bunda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi g'oliblarimiz aniqlandi. Instagramga birma-bir qo'yib boryapmiz. Hop, o'zi o'tishi oddiy holat. Sabab oshib ketsa 350 ta savol bor. 350 ta savolni 1020 tadan oshiq variant qilib yuborishdi. O'sha variantlarni o'quvchilar chalg'ib qolib, imtihonda yiqilib qolishyapti-da. Ko'pchilik aytayapti, aka uzr gapingizni oldim. Ko'pchilik aytayapti, 1200 ta, 1300 ta, kerak bo'lsa 1,5 ta savol ham bor deyapti. Ko'pchilik qo'rqib ketyapti-da. Ashuncha savolni men qanaqa qilib yodlab olaman deyapti. O'shanga qarab qanaqa bir nimadir life hacklar bormi yoki o'zingiz biladigan sohangizda sirlari bormi aka? Qanday o'rgatib olyapsiz 7 kunda? Bu bo'lishi mumkin emas narsada. Sirda ko'pchilik aytib bo'lmaydi, lekin siz uchun aytamiz. Hop, buni siri oddiy. Mana misol o'zimizni o'quv dasturimiz kunliklar bo'yicha mana 7 kunlik, 9 kunlik qilib o'zimiz alohida o'quv dastur qilib olganmiz. Yoki savollar bo'yicha ko'raylik, ya'ni odam olib tushirsangiz, ya'ni 10 daqiqadan oshmagan holatda qiladigan ishlaringizni bemalol bu belgi ta'sirida to'xtab harakatlansangiz bo'ladi. Ya'ni bundagi savollarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi savol, qaysi transport vositasi to'xtab turish qoidasini buzyapti deydigan bo'lsa, o'zi albatta to'xtab turish taqiqlangandan keyin ikkalasi to'xtab turibdi deyapti-da. Ikkalasi ham buzyapti. Keyingi holatda mana bu yerda odam chiqarib tushirishga ruxsat beradimi? Albatta mana odam chiqarib tushiryapti. Savolda bu yerda avtomobil to'xtashga ruxsat beradimi deyapti. Hop, ya'ni qanday? Piyoda kelyapti. Demak, bu yo'lovchiga aylanadi, transportga o'tiradi, ketadi. Bu 10 daqiqadan oshmaganligi uchun to'xtab turishni taqiqlaydi, lekin to'xtasa bo'ladi bu belgi ta'sirida. Keyingisi mana bir xil qaranglar, kadr o'zgaryapti mana. Ayol kishi, erkak kishi, o'zi piyoda yo'q, odam chiqarsa bo'ladimi deyapti. Bu joyda mana bir xil. Endi bu savolimiz sal o'zgacharoq mana. 3 bo'lakli yo'l. Shunga o'xshash savollar mana matnlisi kelgan. Mana yana bitta matnlisi, mana matnlisi. Yana mana rasmli holat mana. Demak, bitta savolda egzalari bor ekanda, o'xshash savollar bor ekan. Endi misol o'zi shunchaki tayyorgarlik ko'rib, imtihonga borayotganda chalg'itib qo'yayotgan savolni qarang mana. Siz bu kadrda yodlab olgansizlar, hamma mana. Shu kadrda, hop, buni yodlab olganda, shu holatda ham yodlab olgan. Endi bunisi yangi savol bo'lib tushyapti-da. Hech qaysi telefon dasturlari imtihonda tushayotgan, yangi qo'shilayotgan savol bo'lib qolyapti. Ko'pchilik shunda adashib, qora avtomobil buzyapti, ya'ni yo'lning chap tomonida to'xtagan transport vositasini qoidani buzyapti. Bunda harakat tasmalar sonini ko'rib tursiz. Shu holatda mana shu endi sizga oddiyroq ko'cha terminda tushuntiraman, ya'ni yo'l harakati qoidalarida emas. Bu joyda misol ikkalasi ham qoidani buzmayapti.
Va buni izohini Instagramimizga qo'yganmiz. Ya'ni Instagramga obuna bo'lgan bo'lsalaring, bu savollarni har bittasini murakkab savollar yoritib boryapmiz. Hop, sizga mana qisqa qilib aytganimda shu savollar mana. Ko'pchilik bu savolni ham ko'radi. Bu savolda nimani beryapti? Hop, tirkamali yuk avtomobil harakat taqiqlaydi deb sodda tushunib olganda. Lekin bu yengil tirkamalarda o'sha joydagilarda harakatlanishga ruxsat beradi. Qarang, savol. Bu belgi o'rnatilgan joyda tirkamali yengil avtomobil harakatga ruxsat beradimi deyapti. Albatta, ko'pchilik taqiqlanadi deb belgilab qo'yapti. Bu belgining ma'nosi esa tirkamali yuk avtomobillarda endi 3,5 ton misol yengil avtomobillar tirkamasimi harakatlansa bo'ladi. Demak, yengil avtomobillarga mumkin. Shunaqa oddiy savollar nima qilib qo'yapti? Chalg'itib qo'yadi. Chalg'itib qo'yapti. Yoki mana bu savolimizni ko'raylik. Bitta buyuruvchi belgimiz bor. Qarang mana. Bitta buyuruvchi belgimiz. 411. Bu buyuruvchi faqat to'g'riga yur deydi. Lekin hovli, yondosh hududlarga o'ng tomonda mavjud bo'lsa kirsa bo'ladi. Harakat ruxsat etilgan. A bilan G yo'nalishmi? A bilan B yo'nalish bir xil. Keyingisida ham bir xil. A bilan B. Keyingisida ham. Keyingisida ham. Shu savollarda 15 ta o'xshashi bor. Bitta savolning mohiyati, ya'ni bitta yo'l belgisini tushunib olsangiz, 15 ta savol nima qilishingiz mumkin? Bemalol ishlashingiz mumkin. Demak, 7 kun, bir hafta ichida hamma narsani tushuntirasiz ekanda. Ha, bizda o'quv dasturimiz shunday iboratki, hamma mavzularimizni videosi tayyor yozib olingan, tayyor. O'quvchi nima qilsa bo'ladi? Keladi, o'quv kursimiz yoziladi. O'qituvchi 14 kunlik dastur bo'yicha yetalab olib ketadi. Ya'ni mavzulashtirib, hali kunlik darslar o'tiladi. Birinchi darslar o'tilgandan keyin unga uyga vazifa beriladi. Uyga vazifa berish jarayonida ham o'ziga nimalar bor? Tayyor metodika bor. Shu metodikadan bemalol foydalansa, ya'ni o'zini ustida ishlay olsa, bemalol ishlashi ham mumkin. Ha, albatta yana ishdagi o'sha davlat tashkilotlarida ishlayotganlar yoki mana shu avtotestga kela olmayotganlar uchun onlayn ta'limni ham joriy qilganmiz. Onlayn ham bormi aka? Ha, onlayn ta'lim ham joriy qilingan. Onlayn ta'limda hali hech qaysi bir holatda test markazlarida yoki biror bir tayyorlov kurslarida bunaqa natijani o'zimizga uverimiz. Assalomu alaykum guruh. Hozir o'tyaptimi aka onlayndan ham? Ha, onlayndan ham o'zi Instagramga qo'yib boryapmiz. O'zi shu kungacha aka nechta o'tdi kamida? Hozirda o'zi aniq statistika ma'lumotim bir 20 dan oshiq o'quvchilarimiz o'tkazyapti. O'zi yaqinda ochildi. Yaqinda ochilgan. Hech qancha bo'lyapti. Ya'ni obunachilarimiz taklif qildi. Biz uzoq boshqa viloyatdagilar, mana Voha tomonlar, Andijon, biz to'g'risi Andijon viloyati Baliq tumanida joylashganligimiz uchun boshqa joydagilar bizga kela olmaganligi uchun onlayn ta'lim joriy qildi. 50% eng narxi ham uncha qimmat emas. Hop, bizga nimalar beriladi onlayn ta'limda? Birga bir video roliklar beriladi. Unda ham jonli dars o'tiladi. O'zi birga bir lekin onlayn. Ha, onlayn, prosta onlayn. Offlaynda o'tayotgan darslaringiz, hamma materiallaringiz onlaynda ham bo'ladi o'zi. Xudo xolasa kelajakda mana shu yerdagi o'tilayotgan jarayonni onlayn prямой efir ham qilmoqchimiz. Zo'r ekanda. Endi bitta savol bor aka. Eng uzoq viloyat, masalan, O'zbekiston Respublikasining ichida eng uzoq viloyatdan kelgan o'quvchingiz bo'lganmi aka?
Albatta, Surxondaryo uzoqlardan keldi. O'sha Surxondaryodan Andijonga kelishgan. Sizni ko'rib. Instagram orqali o'sha Instagramda ko'rgan ekan, natija qilib ketdi. Endi ko'pchilikka qiziqda aka, o'sha joydan kelib turib 1000 kilometr bosib keldi-da, o'sha 1000 kilometr bosib keldi. Endi pravasini olib ketdimi degan savol bor. Bizda u natijaga garantiya beramiz aka. Endi ko'pchilikga qiziq, shu qanaqa sharoitlarda nima qilasiz, tayyorlaysiz bolalarni aka? Sharoitingiz bilan tanishtirsangiz. Bilamiz, odamlarni ko'rishini kimlardir ko'rsa eslab qoladi yoki rasm ko'rsa eslab qoladi. Kimlardir yozsa eslab qoladi. Kimlardir o'qisa eslab qoladi. Kimlardir birov tushuntirib bersa eslab qoladi. Shu 4 ta faktni o'z ichiga olib, birinchi biz video rolikda qo'liga beramiz, uyga vazifa qilib, video rolik, ya'ni darslarda yozib olingan holati, formati. Hop, jonli o'zim tushuntirib beraman, har bittasiga nuqta signallargacha qo'yib beraman. Undan keyin o'quvchilarimizni bitta o'quvchimiz ko'raylik mana. Kechagi mavzu bo'yicha mana natija ishlayapti. Uji 50 tadan bitta xato. Bitta xato. Buni adashib bosib qo'ygan kerak-a? Mana. Yana bitta o'quvchimiz mana. Natija 50 tadan 50 ta. Xato yo'q. Bemalol ishlasa bo'laveradi. Hop. Bemalol hamma sharoit bor, misol qolishga ham kvartira bor, uzoqdan yozib kelayotganlar uchun. O'zi gastnitsa bor-da. Bemalol yotib tayinlansa, o'zi natija qilsa bo'ladi. Issiq ovqat, sovuq suv, hamma sharoitlar bor. Demak, bir hafta o'zi ertak emas, lof emas, aldovlar emas, bir haftada o'zi o'tkazib qo'yishga egasi, to'g'rimi? Aka 3 kunni ham o'tkazib qo'ysak bo'ladi. O'quvchi ishtiyoq bilan kelsa bo'ldi. Endi mana bir hafta deyapmiz, bir haftadan ham kam muddatda birorta o'quvchisi o'tganmi? 3 kunlik o'quvchim bor. 3 kunlik. Hech qanday avtotestlarga tayinlanmasdan kelgan o'quvchi 3 kunda bemalol o'tib ketgan. 3 kunda o'tib ketgan. O'zi nerealniy-da bu ko'pchilik uchun. Ko'pchilik o'zi marketing uchun video olishadi, shunaqa qilib deb o'ylayapti, lekin haqiqatan 3 kunda o'tgan-da, to'g'rimi? Bemalol 3 kunda o'tgan. O'sha Instagramlarimizda qo'yganmiz 3 kunlik ob'ekt. Hop, endi misol biz haligi o'quvchini qancha tez ketsa, shuncha yaxshi-da, o'rniga o'quvchi keladi. Tezroq biz ham jo'natishga harakat qilamiz. Demak, undan keyin ham qancha muddatda o'tgan yana? Adashmasam 5 kunni ham o'tgan o'quvchingiz ham bor. 5 kunlik bor, 7 endi misol 7 kunlik o'rtacha holatda bemalol o'tsa bo'ladigan holat. O'zini o'zi ishlasa, misol astaydil harakat qilsa 5 kunni ham o'tsa bo'ladi, 7 kunni ham o'tsa bo'ladi. Keyin yana bitta narsaga eshitib qoldim. Masalan, 7 kunlik ta'limga kirsa, avval 50% ni to'laydi ekan. Agar 7 kun ichida o'tib keta olsa, o'sha 50% to'lov bilan o'zi ketdi. Avtomatik bemalol o'tib ketadi. Qaytib u to'lov qilmaydi. Yo'q, boshqa to'lov qilmaydi. Lekin agar o'tib ketib qoladigan bo'lsa 7 kundan, u o'zi keyingi qolganini ham to'laydi. Lonjaqda test nomidan bonus. Hop. Nima deydi? Bu ham o'ziga kuchiga ishongan, ya'ni tezroq harakat qiladiganlarga bir taqdirlar. Agar misol uchun yoshi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, olishlari qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, misol imtihondan har xil holat bo'lishi mumkin. O'zini holati, ruhiy holatdan mabodo yiqilib qolsa, yiqilib qolmasin. Yiqilib qoladigan bo'lsa, imtihonni o'tguncha tayyorlab beramiz. Eng uzog'i o'quvchilarimiz 15 kun, 16 kunda uzog'i o'qishayotganlar ham bor. Bu realniy fakt. Hozir esimdan chiqib qoldi debdi, bitta savolim bor edi. Masalan, prava olish yoshi 18 yosh, eng kichkina minimali. Hozir qari insonlarimiz bor deb qoldingiz. Shu qari inson, eng qari o'quvchingiz necha bo'lgan, masalan, yoshi katta? 80 ga kirgan otaxonni pravasini olib berdi. 80 ga kirgan otaxon. 61 ga kirgan onaxonni. Eng maksimal choli kampirlar deymizmi? O'sha nuroniy otaxonlarimiz, onaxonlarimiz deymizmi? O'zimizda tillamiz, jaydari tillamiz. Qisqasi ular biri 80 yosh qarshilagan, biri 61 yoshida. Hozirda transport vositasini bemalol boshqarib yuribdi. Bu o'ta qiyin narsa o'zi kerak. Menimcha 80 yoshida prava olish aka. Endi eng asosiy ishtiyoq, ya'ni qiziqish bemalol olsa bo'ladigan narsa. Asosiysi maqsadga erishish uchun harakat qilish kerak-da, to'g'rimi? O'zi to'g'ri yo'l tanlash kerak. Hop, bizning yo'limiz qisqa, lo'nda yo'lni sizga ko'rsatib beryapmiz xolos. Hech qachon miyangizga qo'yib qo'ya olmaymiz. Eng asosiysi o'quvchidan qilinadigan talabimiz bor-da, o'quvchidan talab qiladigan qoidamiz bor.
Hop, o'quvchi bizga kelishdan oldin qanday bilimlarga ega bo'lishi kerak degan savol ko'pchilik tushadi. Biz o'quvchimizga faqat rang ajratsa bo'ldi. Daftar ruchka ham kerak emas. Hech narsa kerak emas. Prosta o'zi kelsa bo'ldi ekanda. Yashab bersa bo'ldi. Yashayversa. 14 ga yashab bersa bo'ldi. 14 kun. Mayli aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat aka. Ishlarga boch. Kanalga obuna bo'lib qo'ying deb qo'ying aka. Hop. Bizni ko'pchilik tanimaganlarga bizni qilayotgan ishlarimizni batafsil kengroq tushunish uchun Instagram obuna kanalimizga yoki Telegram kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Hamma sizga kerakli, ya'ni avtotestga kerakli bo'lgan va ko'cha hayotida eng qiynaladigan jarimalar bo'yichami sizga kerakli ma'lumotlarni Ilhomjon Avtotest kanallarimizda, Instagram, Telegram platformalarimizda bemalol sizga ma'lumot berib boramiz. Foydali ma'lumotlar. Foydali ma'lumotlar berib boramiz. Insonga zarar tegmaydigan ma'lumot. Zararsiz, xudo xolasa foydali ma'lumot. Bo'ldi aka, rahmat intervyu uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Ularning maslahatlari bilan ko'pchilik o'quvchi